Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana Uzrebo muhandis Omadjon Abdulaziz davom etamiz. Ko'rib turganingizdek ushbu qurilmamiz kontaktor deyiladi. Bu qurilma elektr iste'molchilarni kuch zanjirida kommutatsiya qiluvchi, ulanuvchi qurilma hisoblanadi. Asosan 3 fazali iste'molchilarni ulanishda ishlatiladi. Mana bu qismi harakatlanuvchi qismi bo'ladi. Elektromagnetik o'zak bunga o'rnatilgan kontaktlar harakatlanish yordamida yuklamani qo'shadi, elektr zanjiriga va ajratadi. Hozir buni boshqaruv zanjirini yig'ganmiz. Bu kontaktorni ishlamay turgan offline holati, tarmoqdan ajragan holati, bu esa online tarmoqqa ulangan holati. Bu indikator lampa yongan vaqtda buni holati o'zgarmaydi. Bunisi yonganida esa mana bu holatda pastga tortiladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana boshqaruv zanjiri qanday edi? Mana bu simda, mana bu o'tkazgichimizda mana ko'rib turishingiz mumkin. Minus kuchlanishning minus tarafi 24 volt minus. Mana kontaktorimiz mana bu joyiga keldi. Mana bundan 3 donasini chiqqan. 3 donasini turibdi. Bittasi kelish. Mana bittasi lampalarga ketishi, mana ikkinchisi bo'lsa kontaktorimizga kelishi. Kontaktorning bu tarafiga kelishi. Endi pilot kuchlanishimiz mana bundan rangi o'zgarib qoldi. O'tkazgichlarimiz o'zgacha simlarimiz kamroq edi. Mana bu sim bilan keladi. Bu stop knopka kasr o'chatimni MC normal close kontaktidan foydalanganmiz. Mana bu tepadagi kontaktdan ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu joyda, atrofda turgan joyda bundan kirib sim bilan bundan chiqishida mana tugun hosil bo'lgan. Tugun nega unday desangiz, bittasi tuz knopkaga ketishi, mana knopkaning ichiga kirishi, buni pastdagi normal open kontaktiga kirgan. Bu ikkinchisi bo'lsa self hold, ya'ni samopodxvat uchun bu yerdagi relayning kom kontaktlariga berilgan va bundan uni peremichga ham olingan kontaktor indikatorlarini kommutatsiya qilishimiz uchun mana peremichga olingan. Mana shu sim mana ko'rib turishingiz mumkin ulangan. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Endi buni qanday ishlaydi? Ko'p gapirmamizga tushuntirib deyishingiz mumkin. Mana davom etamiz. Avtomatimizni yoqib olamiz. Avtomat o'chib turibdi hozir. Mana bizda DC indikatsiyamiz bor. Va indikator lamp bor bizda. Indikator quvvat borligini bilib turuvchi mana zanjirga shunchaki parallelroq qo'yiladi. Qachonki kuchlanish paydo bo'lganda mana chiroqni o'chirib olamiz. Yonadi. Endi mana stop knopkani bossak hech narsa o'zi mana quvvat uzilyapti degani mana. Endi push knopkani bosadigan bo'lsak mana bu yoqda bu o'chdi. Kontaktor topdim. Ko'rib turishingiz mumkin. Endi mana buni bosadigan bo'lsak, ko'rib turishingiz mumkin, mana o'zgaradi. Qizil yondi, kontaktor qo'yib yubordi. Yashil yondi, kontaktorimiz qo'shdi. Mana boshqa bosilmayapti. Ko'rib turishingiz mumkin. Endi mana ajratadigan bo'lsak, qizil yonib qoldi-da, kontaktor mana yo'q. Chunki bunda self hold yo'q. Shu sababli qaytadan tortib qolmayapti. Self hold samopodxvatga bizda relayda turibdi. Sababi boshqaruv zanjiri uchun qo'yilgan self hold, ishchi zanjiri uchun emas. O'tgan safar videoda aytganimdek, self hold odatda faqatgina boshqaruv zanjiri uchun qo'yiladi. Qachonki relay bilan klassik sxema yig'ilganda, PLC yordamida yig'ilgan sxemalarda odatda self hold samopodxvatga qo'yilmaydi. U real time rejimida ishlaydi mana. Ko'rib turishingiz mumkin, stopni bosganimizda o'chyapti. Sababi qizil knopka boshqaruv zanjirini butunlay uzadi. Stop, emergency stop shaklida ishlatishimiz mumkin. Bu zanjir indikatorimiz bo'lsa, mana ko'rib turishingiz mumkin. Oldin ulab qo'yganmiz, bu xato edi.
buni sxemasini daftarga chizib ko'rsatdim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Omarjon Abdulaziz bo'ldi.